Asalari zahri, ya'ni apitoksin bronxlarga qanday ta'sir qiladi? Bu birinchi navbatda bronxlarni kengaytiradi. Apitoksin bronxlar devorlaridagi mushaklarni yumshatib, nafas yo'llarini ochadi va nafas olishni yengillashtiradi. Ikkinchidan, yallig'lanishni kamaytiradi. Asalari zahri yallig'lanishga qarshi kuchli ta'sirga ega bo'lib, bronxit va astmada nafas yo'llaridagi yallig'lanishni Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Men Jumanba Gulchehra Mirobod tumanidan mana shu asalari bilan davolaydigan klinikaga kelib, Zamiraxon singlimizdan baldek totli shifolarini olib, bugun 7-kun muolajamiz yakuniga yetdi. Zamiraxon singlimizga, tabiba qizimizga Apiterapiya va uning suyak yemirilishi uchun foydalari. Suyak yemirilishi suyak to'qimasining zichligi kamayishi va mos ravishda suyaklarning mo'rtlashishi bilan tavsiflanadigan kasallikdir. Bu holat asosan yoshi katta odamlarda, ayniqsa ayollarda ko'p uchraydi. Tabobatda apiterapiya, ya'ni asalariga chaqtirish, suyak yemirilishining oldini olish va uni davolashda samarali vosita bo'lib kelmoqda. Asalari zahri tarkibidagi millitin va adolapin moddalari suyak hujayralari. Sizlarga ham tavsiyam shu. Tabiiylikka ishoninglar. Zarari yo'q, foydasi bo'lsa bor, zarari yo'q. Davolanishga shu mana Orri mana davolangan joyga, markaziga. Mana 3 kun bo'ldi kelganimga. Xudoga shukr, meniki foydasini bildim 3 kun ichida. Bildik, hassam ham yurar edim uyda. Shuning uchun ham bizning klinikamizda boshqa apiterapiya markazlaridan farqli o'laroq davolanishda natijalarimiz ham tezroq, ham samaraliroq. Chunki bizda bemorlar umumiy davolanadi. Ayni damda bizda davolanayotgan bemorlarning fikr mulohazalarini e'tiboringizga havola qilamiz. Assalomu alaykum azizlarim. Asalari shifoga kelib 7 kunda Amir Felbek, Samarqand viloyati Mirobod tumanidanman. Samarqandda asalari shifokorida davolanib, ancha yillardan beri og'rib keladigan 3 shoxli nerv kasali chalingandim. Allohga shukr, shifosini berdi Alloh. Nafaqat shu 3 shoxli nerv kasalligi, balki o'sha boshqa kasalliklarga ham shifo topib ketyapman. Mana shu kasallik bilan kasallanganlar o'sha doktor. Meni ismim Sevara. Narpaydan keldim. 3 yildan beri 3 shoxli nerv kasalligi bilan og'riyman. Davolandim, ukollarda ancha davolandim, foyda bermadi. Keyin Samarqand shahridagi asalarichilik bilan davolanadigan markazga yetib keldim. Allohga shukr, mashalloh. Bir haftada. Assalomu alaykum. Mana ko'rib o'tirgan barcha o'zbekistonliklarim, meni kasalim 3 shoxli nerv tomiri shomolagan degan diagnoz qo'ydi. 4 yildan beri shu dardga chalinganman. Bormagan joyim, bormagan bolnitsalarim qolmagan. Keyin mana Samarqandda og'ir bilan davolanish poliklinikasini eshitdim.